bilan sizlarga bu organninki oq ko'rinishi, qonun imtiyozi, xizmat nishoni, xizmat tartibi va qurilmasi haqida ozroq tushuncha bermoqchi. Bu inglizchada US Commission on International Religious Freedom deb atalgan bu tashkilotni qisqartib USCIRF deydi. Bu USCIRFninki qurilishi 1998-yili Amerika Kongresidan tasdiqlangan ve kanunga aylangan Xalqaro diniy erkinlik qonunining asosida bekitilgan 3 organninki biri. Bunun belgilemesi bo'yicha birinchidan bu hozirgi shu men xizmatga tushgan bu USCIRF, undan keyin Aqsaraydagi Xalqaro diniy erkinlik bosh maslahatchisi, undan keyin uchinchisi bu Amerikaning tashqi ishlar ministrligi Xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi. Şu 3 organ şu 98-qonundagi belgilar bilan bekitilgan. Endi bu qonunninki o'tirg'i chiqishining sababi shu yillarda dunyoda shu diniy erkinlik dafsanisiga uchragan shaxslarninki va diniy mazhablarninki ko'payishiga ergashib, Amerikaning tashqi ishlar nishonida, tashqi ishlar prinsiplarida diniy erkinlik muhim rol tutish kerak, davom qilish kerak degan maqsadda bu bipartisan deymiz, shundaq ikkili partiyaninki rahbarlari xizmatga tayinlaydigan shundaq bir qurilma o'tirg'i chiqqan. Endi hozirgi bu qurilma bo'yicha bu organda, bu commission deymiz, USCIRF deymiz, 20 nafar tadqiqotchi, mutaxassis, advokat xizmat qiladi. Bu advokatlar, bu xizmatchilar, bu tadqiqotchilar bu USCIRF'ga tayinlanadigan ve tayinlangan en az 6 komisyonerning yordam xizmatida bo'ladi. Bu qonunda belgilan bo'yicha 9 komisyoner bo'lishi kerak. 9'ga qo'shib 10 komisyoner shu Amerikaninki diniy ishlarga mas'ul oliy elchisi, hozirgi shu ambassador Sam Brownback 10. vekil, şu 10 adamның biri oldu. Bu 9 adamninki, bu 9 vekilning, komisyonerninki bu ortak her iki partiga vekillik qilishi kapolatga erishish uchun bir qismini Amerika prezidenti, bir qismini Amerika Kengash palataninki başlıkları her iki partidan. Onundaki Avam Palataning reisi bekitdi. Hozirgi mevcut 6 kishilik komisyonning ichida Nancy Pelosi xonim, hozir Avam Palata reisi Nancy Pelosi xonim tayinlagan ikkimiz bor. Undan keyin qolgan 4 komisyonerlarni bu senat boshliqlari bilan Prezident Trump xizmatga tayinlagan. 6'sı en az 6'sı bo'lishi uchun bularda doim 6 komisyoner mavjud bo'lib turadi. Lekin 9'ga qadar komisyoner bo'lishi mumkin. Endi bu qurilma jihatdagi tushuncha, endi bu nima ish qiladigan organ deganda, bu organ Amerikaningki tashqi siyosatida xalqaro diniy erkinlik masalasi tegishli yerini olish uchun muhim masala bo'lish qatorida e'tiborga ilinish uchun muhim bir mazmun deb eskartadigan, maslahat beradigan, hatto kuzatadigan roli bor bir organ. Endi bu organninki Amerika Kongresiga, Milliy Majlis, ondan keyin Aqsaraydagi prezidentga, ondan keyin tashqi ishlar ministridagi tashqi ishlar ministriga tashqi siyosat shu diniy erkinlik masalasi to'g'risida maslahat berish huquqi bor. Undan boshqa har qaysi davlatlar, 30 ga yaqin davlatlardagi şu insan hakları, dini erkinlik meselesiga baho beradigan, yillik doklad chiqadigan vazifasi bor. Uning ichida bu ba'zi davlatlarni halqiliq davlatlar deb anglanganlar bor. Undan keyin ba'zilari kuzatish salohiyatidagi davlatlar bor. Bu davlatlarning ichida eng muhim o'rinda, ya'ni ki tizimlikning eng topida turgan davlat Xitoy davlati, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti. Onun içindeki Uygurlar olsun, Tibetler olsun ve başka Hristiyanlar olsun, şu komisyonerlarınki hizmet dairesinin içinde bulundu. Meninki kıldığan işim şu Xitoydaki dini erkinlik meselesi asası mezmun ağam. Onun başka devletlerdeki dini defsendi işlerimi
Ben şu ünün hizmet dairem içinde. Ondan başka bu komisyonerler şu devletlerge berip, şu vaziyetni kuzatib, şu hükümetler bilan söhbet edip bardı, dini siyasetini ko'rib chiqadi ve hatta ba'zida şu dini erkinlik buzg'unchilikka uchragan, ziyonkashlikka uchragan shaxslar, dini rahbarlar bilan söhbet edip bardı. Ve bazı vaqtlarda ularni Amerikaga akirib, agar turmada bo'lmagan ahvol ostida guvohlik berish yig'inlarini o'rlashtirish mumkinchiligi bo'ladi. Yani bu guvohlik berish yig'ini sirtdan adam akilishlar cheklanib qolmaydi. Masalan, bu komissionerlarningki qatnashishi bilan o'tkazilgan guvohlik yig'inlarida shu Amerikadagi mutaxassislar, diniy erkinlikning tajovuzga uchragan shaxslar, masalan shu diniy erkinlik ziyonkashlikka uchrab Amerikaga yerlashganlar guvohlik beradi. Bunun içinde mesela Uygurlarga o'xshash, Tibetlarga o'xshash, Hristiyanninki bu Xitoyning Hristiyan muridlarining ichida bo'lsin, mushlarmi kelib guvohlik bergan ish bo'ladi. Anadan keyin yana bir muhim masalaning biri bu komissiyondan qildigan yilda har yili 5-oyning 1-kuni xalqaro diniy erkinlik haqida doklad chiqarildi. Bu dokladning tayyorlash mezgili uchun normal 1 yil vaqt ketadi. Her bir komisyonerninki şu devlet ve rayonning o'z ichiga olgan mazmunda paket, delil ve mantiq asosida ishonchli uchurlar to'planib, şu yillik reportning ichiga yozilib, uni rayon ve devletlarga ayrilib e'lon qilindi. 2020-yildagi bu xalqaro erkinlik reportini Uyg'urchaga tarjima qilib, buni bizning web saytimizga qo'yag'liq. Xohlaganlar shu USCIRFning web saytiga uscirf.gov degan sahifaga berib, yillik report ulanishidan ko'rilishinglar mumkin. Undan boshqa bu komissiyonning yana bu public diplomacy jihatdagi ishi mavjud. Ommaviy fikr to'plash, ommaviy nazik meselelerni tushundirish, nutq so'zlash bo'lsin, guvohlik berish bo'lsin, xalqaro diniy erkinlik yig'inlarida meselelerni bayon qilish bo'lsin, gazet jurnallarga fikr bayon qilish, maqola yozish degandek xizmatlar bilan mashg'ul bo'ladi. Bu diniy komitetga komissioner bo'lgan shaxslar ko'pincha bu uzun yillik hükümetlerde hizmet kılan adamlar bulunduğun ahval bulundu. Mağaxşiş kanuni cihetten tecrübelik ki mağarip terbiye ağallar bulundu. Şuna o'xshash bu hem diplomatik hem kanuni cihetten hem ammaviy şu hizmetlerde tecrübelik insanlar kıldığan iş. Buni abay degandek xizmatga tayinlanadi Amerika Kongresidan yoki Aqsaraydan. Tayinlangandan keyin ikki partiyaninki shu partiya ideologiya ko'z qarash jihatdagi o'xshashmaslikni qayrib qo'yib turib, xalqaro diniy erkinlik to'g'risida xizmat qiladigan oliy bir organ. Bu organninki shu Uyg'urlarga o'xshash, Tibetliklarga o'xshash din ve milliy kimlik tufaylidan her türlü qirg'inchiliklarga, diniy bostirish duch kelayotganlarninki ovozini to'natadigan ve tashqi siyosatga ta'sir ko'rsatadigan muhim bir organ hisoblanadi. Sizlar bilan bu bilgilarni, bu ko'rinishni, bu uchurlarni o'rtoqlashganim uchun xursandman. Rahmat. Ben Avukat Nuri Türkel. Ankara'daki Uygur Tadqiqat İnstitutu'nun teklifiga binaen bugün Amerika Kengash Palatası yana sanatda ma'qullangan Uygur kishilik huquq va siyosiy qonuniga munosabatlik ba'zi uchur va muloyizalar bilan sizlarni ta'minlamoqchiman. Xabaringlar bo'lgandek o'tganki 2 yil mobaynida Amerika Milliy Majlisi Kongressida hozir Uyg'urlar duch kelayotgan ham davom qilayotgan milliy qirg'inchilik, qonunsiz emgak silish qatorliq masalalarni diplomatik, qonuniy va siyosiy jihatlardan hal qilish maqsadida 3 qonun loyihasi tanishtirildi. Bunun birincisini 2019 yil 1-oyda
iki senator, Senator Rubio, Senator Menendez ve iki Congressman Smith ve Congressman Suozzi tanıştırıp cemaatçilikle yüz görüştürgen. Yani bu deslep kademdeki bu nusxası tanıştırılgandan keyin bizningki dünyanın her qaysi yerlerindeki Uygurlar bu tunji qitim Uygurlarning tarixida bir chet eldeki bir hükümet, chet eldeki bir Milliy Meclisi qonun tuzib Uygurlarning siyosiy, ijtimoiy huquqini, iyilik huquqini qo'g'dash uchun shundaq bir tadbir qo'llanayotganligidan nihoyatda hayajonlanib bu mesele qiziq so'z temizga aylanib kelayotgan. Endi bu qonun tanıştırılıp o'tgan yili 9 ayning 11 kuni Amerikaning Senatdan, ya'ni Kengash palatasidan ovoz qo'yilib, birdek ma'qulliklar o'tgandan keyin buni House'ga, Avam palatasiga yo'llab bergan. Yo'llab bergandan keyin Avam palata a'zolari bu Kengash palataning nusxasini, ya'ni Senat nusxasiniki kuchli bo'lmaganligini, bunun meselelerinin negizlik, halkılık yerlerini o'ngishilmaydiganligini ko'z tutib, onunla yeni iki maddani qo'shib, bu embargo, sanctions provision deymiz. Onundaki yeni birisi export control provision. Bu export control maddesini qo'shib, 2019 yılı 3. ay nima? 2019 yılı 12. ayının 3. günü 407 ovoz bilan ma'qullab, buni yana Senatga, Kengash palatasiga yo'llab bergan. Endi bu Kengash palatasiga 9 ayning 11-i ma'qullanib bo'lgan qonun loyihasini nemishga yana Senatga qaytirdi degan savol kelishi mumkin. Buning tub sababi bu House nusxasi Senat nusxasidan farqli bo'lgani uchun. Buningga boshqa shu vaqtida tushuncha berilgan. Bunu kanuni jarayonlarning talabiga binoan yana shu Senatga qaytiradigan mushtaq majburiyatda bo'lgan. Yani qaytirilgandan keyin 12 ayning 3 kuni bu ovoz qo'yilib, ma'qullanib, House'da o'tgandan keyin, Avam palatada o'tgandan keyin buni Senatga yo'llanib, o'tganki shu 5-6 ay vaqt ichida bu Senatdagi xizmatchilar bilan House'daki xizmatchilar, yani Avam palatadaki xizmatchilar bilan Kengash palatadaki xizmatchilar bu ikki nusxani birlashtirish to'g'risida talash tortish, munozara ilib berib, bugun kelgan chog'da bir moddani chiqarib o'tish bilan bularda bir kelishim o'tirg'i chiqib, yana bu export control moddasini chiqarib o'tib, bugungi ovoz berilgan nusxasini qaytadan nomer qo'yib, ma'qullikda o'tkazdi. Endi bu nemishki bu export control meselesi bilan sanction meselesi, embargo meselesi bu Senatga kelgandan keyin o'z bitta o'tmaydi. Nemishki buningki aslida shu nusxasi bo'yicha bugungi ma'qullashdan o'tmaydi degan savol kelishi mumkin. Bu en başta tanıştırılgan, yani 2019 birinci ayda tanıştırılgan nusxası bu Amerika'nınki Senat Tashqi ishlar komitetining tavalligidagi masala bo'lgani uchun buni shu komitetning ovoz berishi, undan keyin o'rtaq ovoz berish bilan o'tkazgan. Lekin bu export control va sanction masalasi qo'shilgandan keyin bu bank komitetining bu tavalligidagi masalaga aylang'achqa bu murakkablashib ketib, buning nihoyat uzun vaqt ketadigan, anadaki nihoyatda jiq odamlarninki ko'p insonlarning ma'qulligi, fikr qatnashidan o'tadigan bir masalaga aylanganligini ko'z tutib, ikki senator, Texasningki senatorsi Cumhuriyet Partiyasidan kelgan John Cornyn bilan Virginiyaningki Demokrat Partiyasiga tabe bo'lgan Mark Warner ikkisi bu shu export kontrolni markaz qilgan yangidan bir qonun tanıştırdı. S-2972 numurluq. Bu 12. ayının 4. yıl tanıştırıldı. Hem tanıştırılgan ki bu ikinci kanunumu, ikinci Uygurlar münasebetlik ikinci kanunu tanıştırıldı. Yani üçüncüsü bu yıl 3. ayda bu kanunsuz emgek silişini merkez kılgan yeni bir kanun tanıştırıldı. Hem de hazır hem de bu bugün ötken mağkulluqda ötkeni
birinci qitim şu Senator Marco Rubio, Senator Bob Menendez, Congressman Chris Smith, Congressman Tom Suozzi tarafından tanıştırılan nusqa. Yani birinci qitim tanıştırılan kanun. Endi bu kanunninki hozirgi bugun o'tgan nusxasimi nima yana ozroq o'zgarishlar bor. Masalan, export control qismini chiqarib deb sökab chiqarib etgandan keyin bu 12-ayning 3-kuni sanatga kelgan nusxasiga yana o'xshamaydigan bir ahvol chiqqani uchun hozir sanatdan buni yana House'ga qaytirdi. Endi yana bundaq burunqidek kona masalalar o'tirg'i chiqish mumkinmi deb so'rashinglar mumkin. Menimcha uning mümkünçilik biraz az. Endi bugungi bu ovozi qo'yilgan nusxasi qaraydigan bo'lsak, Amerikadagi 100 senatorninki 70 senatori buningga co-sponsor bo'ldi. Odatda bir qonunning o'tirg'i chiqishi, munozara qilishi, ovoz qo'yilishi uchun bunchalik himoya, bunchalik sponsorlik, bunchalik destek ketmaydi. O'tgan qitimqisida 50 yaqin senator sponsor bo'lgan. Yani bugünkü nüsxasıga 100 senatorninki 70'i sponsor bo'libdi. Yani bu ait bir yenilik. Amerika'nın şu kanun tuzuş tarixida kamdan-kam uchraydigan bir yeni bir vaqa deb qarashga bo'ladi. Bunda 70 senatorninki sponsor bilan bu kanun o'tirib chiqargan ishlar kamdan-kam uchraydi. Endi yana bir narsa bu bugungi nüsxasida biz şu yıllardan beri Uygurlarning isminin yazılışı neştürlük bo'lib ketgani uchun matbuotlarda bir turlik, tashkilotlar bir turlik, ba'zi shaxslar bir turlik ashuna ishlatib egiz basib ketgandan keyin bu 12-ayning 3-kuni bu Uyg'ur qonuni san'at qaytib kelgandan keyin biz shu nimalardan so'zlashib şu ismini o'zgartirishni tashabbus qilgan Uygurlarning isminin yazılışını. Şu an lazım umumlaşkan UYGHUR yazılış imla qaydası boyunca bu o'zgartirildi. Endi bundan keyin Amerikaning Kongressida buni qo'llangandan keyin boshqa organlarda mı asla bunu qo'llandi. Xabaringlar bo'lgandek dunyodagi mutlaq ko'p sondagi Uyg'ur faoliyatchilar, Uyg'ur tashkilotlar şu to'g'ri yazilish UYGHUR degan yazilish uslubi bo'yicha qo'llanadi. Lekin az qismdagilar u xato yazilishni UIGHUR yazilishini ishlatib kelayotgan. Endi bu Amerikaning Kongressining bu yangi pozitsiyada bo'lishi, bu hozirgi yazilishni qabul qilishmi bir tarixiy ahamiyati bor. Bundan keyin ham hukumat taraflaridan shu yazilishni qo'llanishi mumkin. Bu 12-ayning 3-kuni qaytib kelgan nusxasida qo'llangan ism bilan bugun qo'llangan ismidimi yana farqi bor. Hamda bugungi yangi ismi tunji qitim 2019 birinchi oy tanishtirilgan vaqtga ismga o'xshaydi. Uyghur Human Rights Policy Act. Buni qisqartib UHRP Act deymiz. Buning yangi nomermi qo'yildi. Shunda qilib endi bu qonun endi hozir yangi bir qadam bosqich jarayonga keldi. Endi buning keyingi qadamiga ko'pchilikni qiziqayotgan bir ahvol. Endi hozir endi nima bo'ldi degan narsa kelsak, endi bu sanatda o'tgandan keyin bu sanat nusxasi, yangi nusxasi yoki yangi nomer bilan o'tirg'i chiqqan S3744 nomerlik bu qonun loyihasi House'ga, ya'ni Avom palatasiga ovoz qo'yildi. Bu Avom palatasida endi buning o'tish nisbatimi cho'ng deb tushunaman, chunki bu o'tganki 5-6 oy vaqt ichida mening egallagan bu kongressdagi xizmatchilar bilan so'zlash jarayonida egallagan ma'lumotlarga asoslanganda bu ikki taraf nihoyatda ko'p talash tortish, nihoyatda ko'p munozara o'tkazish natijasida bugungi nusxani o'tirg'i chiqqanlik uchun House tarafda cho'ng to'sqinlik uchirmaslik mumkin degan ko'z qarash bor. Uchirgan taqdirdami endi hozirgi bu Washingtondagi siyosiy muhit nihoyatda afzal, Uyg'urlarga nisbatan bir afzal bir ahvol ostida bo'layotgani uchun buningki her iki partininki bipartisan deymiz, her iki partinin qo'llashiga erishish mumkinchiligi nihoyatda cho'ng. Endi o'tgandagi 12-ayning 3-kunidagi ahvolni qaraydigan bo'lsakmi, bu House'da Uyg'ur qonuniga nisbatan ijobiy bir qadam bosishning bo'lishini
qiyos qilish mumkin. Chunki 435 milletvekilininki yoki congressman, congresswoman deyli. Bularninki 407 ovoz berib o'tkazgan shundaq bir qonun loyihasining ular qaytib kelsa, endi kichkina o'zgarishni hisob qilmagan chog'da ularning qarshi chiqidek bir ahvoli yo'q. Shunga bular qo'llash buningga ma'qullik ovozini berish mumkinchiligini aytishim. Undan boshqa bu dunyo hozir butun faoliyatga tushib qolgan mushtaq bir mezgilda ko'pincha davlatlarda bu hukumatlar tartibli bir xizmat elib berayotgan ahvol yo'q. Lekin bu Amerika'nınki davlat sistemasi burunqi suhbatlarda ommaviy so'rinlardan buning ta'rif berilgan. Üçga bo'lib boshqaradigan mushtaq bir davlat sistemasi bo'lg'achqa, bu hukumatninki, ya'ni Prezident Trumpninki normal bir hokimiyatni, hukumatni mangdirib davom qilish uchun Amerikaning Kongressidan moliya imtiyozi yaratib berish kerak, onundakin tegishli qonunlarni chiqarish kerak. Şu an bular texnik xizmatni davom qilyotdi. Ba'zi davlatlarda hukumatlar bir xil faoliyatga chiqib qolgan ahvol bor, ammo bu Amerika hukumati ishlayotdi. Endi bu Amerika hukumatining hamda bu Kongressdan qonun chiqaradigan, prezident ijro qiladigan, Oliy sud mahkamasidan uni nazorat qiladigan, tushuncha qiladigan mushtaq bir sistem bo'lgani uchun bu functioning bu sistemda agar Kongressdan yangi bir qonunni tuzib, ovoz berib, ko'p sonlik bilan prezidentga yetkazgan chog'da mutlaq ko'p sonlik vaqtida prezidentninki imzosi bilan qonunga aylangan ahvol bor. Endi hozir bu yerda bu Amerika xalqining ichida 70%dan ortiq vatandoshlar jamoatchilikda Xitoy hokimiyatiga nisbatan bir salbiy ko'z qarash shakllangan bo'lib, hozirgi shu virus sog'lomlik masalasidan. Shundaq bir siyosiy muhitda, ijtimoiy muhitda bu kongressmenlarninki bundaq bir insoniyat, siyosiy huquq, egilik huquq, onundaki bexatarlik, bu yangi zamonda o'tirg'i chiqayotgan bu qulluq sistemiga qarshi bir ijobiy pozitsiyada turishni qiyos qilish menimcha tez emas. Undan boshqa bu hozirgi bu vaziyatda Trump hokimiyatininki, hukumatining Xitoyga bu davom qilayotgan, ko'rsatilayotgan pozitsiyasini aytdi qattiq bo'lgani uchun bu Prezident Trumpninki himoyachilari Milliy Majlis Kongressdagi bunday bir qonunga ijobiy pozitsiya tutish mumkinchiligi cho'ng deb qarayman. Endi shunday bir ahvol ostida bu faqatla bir vaqtlarla hal bo'ladigan, vaqtla bunga bir natijani ko'rsatadigan bir ahvol bo'lg'achqa, buni qachon, qaysi kuni House'dan ovozga berdi, qachon, qaysi kuni, qaysi vaqtda Prezident Trumpning ustiligiga keldi, buni aniq bir tushuncha berish ancha oson emas. Buni vaqt kelgan chog'da yana qayta tushuncha bersak bo'ladi. Lekin endi hozirgi yo'nalishda, hozirgi bu kongressdagi millat vakillarininki, qonun tuzuvchilarininki qizg'inlik pozitsiyasi, bu Sharq Turkiston Uyg'ur masalasidagi vaziyatning o'zgarmay kundan-kun yomonlashishi, undan boshqa Amerika-Xitoy munosabatininki yiriklashish masalalari hozirgi bizning bu ko'z oldimizdagi masalalarga bir ijobiy bir maydonni o'tirg'i chiqarish mumkinchiligi bor. Endi shunday ahvol ostida endi bu nimaga kelsak, endi buni mazmuniga kelsak, dastlabki nusxasidagi mazmun bilan hozirgi nusxasidagi mazmunda ba'zi negizlik masalalarda farq bor. Abay degandek, bugungi tasdiqlangan, ma'qullangan nusxada Tashqi ishlar ministrida alohida koordinator, alohida bir yuqori darajali diplomatning Uyg'ur masalasiga mas'ul bo'ladi degan bu moddasini chiqarib o'tilgan. Bunday bo'lishining sababi bu tubatlarga Clintonning vaqtida shunday bir tubat qonuni chiqarib, tubatliklarga special coordinator degan bir imtiyoz bilan Tashqi ishlar ministrida bir mas'ul xodimni bekitadigan bir qonun tuzgan, lekin u dastlabki bosqichdan yaxshi davom qilib, shu Obama davriga kelgan chog'da ma'lum sabablarni, uning sabablarini tushuntirishga to'g'ri kelsa bu suhbat uzrab ketadi. U hokimiyat vaqtida Xitoyninki shu amalda o'tagan kishiningki xizmat imtiyozini hurmat qilmaslik, undan keyin hukumatning shu xizmatni shu kishiningki kasbiy mas'uliyatiga yetarli e'tibor berilmasligi sababidan
u şu special coordinator position'ı biraz bir erzimes orunga chiqib qolgandek mushtaq bir ahvol tushgan ko'rilgani uchun bu Amerika'nın kongressdagi Xitoy kuzatuvchilari bundaq bir positionni o'tirg'a chiqarishning o'rniga biz boshqa bir turdan buni hal qilaylik. Tashqi ishlar ministrida buni undaq bir simol xarakterlik bir o'rinni bekitmay amaliy ish qilaylik degan bundaq bir ko'z qarashni o'tirib qo'ygan. Menimcha bu bir xato ko'z qarash. Oldingi hukumatda bo'lmagan narsa keyingi hukumatdan oqmaydi degan undaq narsa bo'lmaydi. Bu to'g'riliq ko'p talash tortish qildik. Kongressdagi xizmatchilar bilan munozara qildik. Ba'zilariga bu xato ishlayotganligini aytdik, lekin ularningki yuqorisidagilari tashqi ishlar ministrligi ba'zi xodimlar buningki natibi darhol bo'lishi zarur bo'lgan bir masala deb qaralmaganligi uchun bu special coordinator position'ni o'tgan yilgi nusxasidan chiqarib etgan. Bu yo'q. Ikkinchidan export control provision yo'q. ABMD'dan buning ayrim qonun chiqarilyotdi. Anandaki bunundaki asosiy mazmunlar nima deganda, bu yerda men 4 nuqtani sizlarga yig'inchoqlab beray. Endi buningki bir narsa aydın bo'lishi kerak. Bu Amerikada chiqqan qonunninki Xitoyda ijro bo'ladigan nimasi bo'lmaydi. Bunda qonunlar ko'pincha vaqtida Amerikaning tashqi siyosatiga turtkilik, bexatarlik tuzumlariga, siyosatiga turtkilik, haydakchilik rol o'ynaydigan shunday bir qonun hisoblanadi. Endi bu qonunning ijroiti ko'pincha vaqtida Amerika ichida bo'ladi. Masalan, birinchisi halqiliq tarafi buningki Xitoy bilan bo'lgan tashqi siyosatida Uyg'ur masalasini halqiliq masala sifatida bog'lash. Hozirgacha bu Amerika'nın sırtida yashaydigan Uyg'urlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, bu Amerika hukumatining doim Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'yib turayotgachqa Amerika'ningki Uyg'ur siyosati bormidi, bog'o degandek tushuncha bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Undan narsa texi yo'q. Kerakli bo'lgan chog'da, zarur bo'lgan chog'da o'tirib qo'yilyotdi, ta'kidlanyotdi, lekin ayrim Uyg'urlarga qaratilgan tashqi siyosat, Uyg'urlarningki haq-huquqini program bo'yicha, strategiya bo'yicha hal qilish, uni o'tirib qo'yish, dialog qilish bundaq bir strategiya ve siyasi, diplomatik bir policy deyimiz, undaq bir US policy, Amerikanın siyaseti texi mevcut emas. Endi azımış qanun məxsus şundaq bir pozitsiyanın, şundaq bir siyasetin o'tirg'a chiqishini talab qiladi. Ve şundaq bir qanunun yeni chiqilishi uchun yeterli sharoitlarning hozirlashini talab qildi. İkincisi, bu qanun Amerikanın prezidentini Uyg'urlarningki haq-huquqiga hürmet qilmagan, depsenli qilgan şəxs və organlarga viza və ularning mal mülkini çekləş tədbirlərini qo'llanadigan shundaq bir məzmunu var. Endi bu yerda ko'pincha vaqtida bu viza bu sanction provision deymiz, bu viza çekləş, onundaki mal mülkini to'niltish, mal mülkiga qo'lini uzatishni cheklash degandek bu ishlar ko'pincha vaqtida chek hukumat, shu hukumatdagi Amerikaga kelishi zarur bo'lgan, Amerikada mal dunyosi bo'lgan hukumat amaldorlari yoki tijoriy shaxslarga qaratilgan bo'ladi. Bu nihoyatda muhim bir provision. Buning odatda deterrence effect deydi, oldin ilish ahamiyati icra bo'lish ahamiyatidan cho'ng bir madda yoki qonuniy imtiyoz deb qaraldi. Endi üçüncüsü Amerika'nınki tashqi ishlar ministerini Uyg'urlarningki inson huquqlari masalasi haqida muloyiza, tadqiqot ilib berilgan şekilde doklad chiqarish. Bu dokladning negizlik mazmuni şu qonunsiz emgakka silinayotgan Uyg'urlarning ahvoliga qaratilgan bir modda. Endi üçüncüsü bu men aytdim bir muhim modda. Men buni qonun bir 24 varaq bundaq bir qonun, buningdagi bu tartib bo'yicha, moddalar bo'yicha emas. Men buni yig'inchoqlab, muhim yerlarini söküp chiqarib sizlarga tushuntiryapman. Endi bu yerdagi mavu üçüncü muhim modda
bu nimeninki Amerika'nınki federal tekşiriş idaresi FBI deyimiz. Bunun Amerika'daki Uygur vatandaşlarınınki kanuni hukukunu qoğdaş. Yani bir yerde Xitay hakimiyetinden şu dünyanın her qaysı yerlerde yaşavatkan, şu yerde vatandaşı olan, şu yerde okuvatkan, şu yerde turmuş kurgan, iyilik tiklayatkan şu Uygur vatandaşlarının hukukuga hürmet kılmay, ulanımı xuddi hazır mı şu Xitay təvəlikide yaşayatkan Xitay garajlarlardek muamel kıldığan, tehdit kıldığan, ailelerini cezalaydıgan şuna ahvallar yüz berip atqanlıq sebebiden bu Amerika hükümeti, bu Kongres bunu law enforcement deyimiz, kanunu icra kılış sakçı imtiyazı bilen Amerika'daki Uygurlarınki ictimai, siyasi bexaterlikini qoğdaydıgan, başqaça tür itqan çağda Amerika'daki Uygurlarının ictimai hukuki bexaterlikki ne qoğdaydıgan şundaq bir mekanizmni o'ttirg'a chiqarib atadi. Hem bir yerde bu FBI nima ish qildi deganda, endi FBI'ni Kongresden mushundaq ahvollarni tekshirib, bularga tadbirni qanday qo'llanyapti, buning oldini qanday ilyapti, mush to'g'riliq Kongresga doklad topshirgan mushundaq bir majburiyatni bu qonun loyihasiga kirgizgan. Undan keyin yana birisi hamda bu Amerika'daki en çoğun istihbarat organı deb qaralgan Director of National Intelligence deymiz. Bu devlet istihbarat direktorluğu. Yani bu qandaq bir organ degende bu 11 sentabr vaqasidan keyin Amerika'daki 18 istihbarat idarelerini, bu CIA'ni ve başkalarını öz içine algan istihbarat idarelerini bu Director of National Intelligence NDI ve DNI deb bu DNI'ninki hizmet təvəllük ötküzüp bergen. Endi şu Director of National Intelligence DNI'den bunninkin Uygurlarınki ahvallığımı tegişlik vazife tapşırıldı. Bu yeni kanun arkalı. Mesela bu DNI'den nemiş kıldığı degende bu Amerika'nın devlet bexaterlik direktörü bu Uygurlarınki iqtisadi bexaterlik meselelerde duch kelayotgan meselelerini ve Amerika'nın meselelerini ve dünyanın her qaysı joylaridagi Uygur musafirlarni siyasi panohlik tilaguchilarni mecburi Xitoylarga topshirayotgan, Xitoy hokimiyatiga topshirayotgan ishlarni tekshirib, ularni kuzatib, tegishli report tayyorlab Kongresga topshiradigan bir vazifa, birinchi cho'ng vazifa. İkincisi, undan keyin bu Uygurlarninki hozir duch kelayotgan bu yangi zamon qulluq tuzumi deb qaralayotgan bu forced labor, qonunsiz emgak haqidagi istihbaratlarni to'plab, undan keyin unimi tegishli tadbir qo'llangan bo'lsa, tadbir qo'llangancha, qo'llanmagan bo'lsa, qo'llanmagancha buni Kongressga report qilib, buni qonuniy jihatdan hal qilishga material toplaydigan shundaq bir modellar bor. Endi bunga qarasangiz bir anglashda derhallam ahamiyatini, derhallam qimmatini, derhallam bir o'zgarish tusini olib keladigan moddellarda ko'rmaslik mumkin. Yani bunu mundaq umumiy small xarakterdandoq yoki bo'lmasa strategiyalik masala tarafdan qaraydigan bo'lsak, bunun endi ijro bo'lgandan keyin bunun ahamiyatini asta-asta ko'rishga mumkin bo'lgan shundaq bir modellar. Endi hozir derhal sening hayotingga mundaq ta'sir ko'rsatdi, sening hayotingga mundaq ta'sir ko'rsatdi deb buningga kesib bir narsa deyish tez. Endi hozirgi bu ahvolda mana shundaq bir qonun Uyg'urlarga bir tarixiy tarixiy siyosiy yo'nalishni keltirib chiqargan bir voqea deb qarayman. Endi buni boshqa davlatlar, Avstraliya deymiz, Kanada deymiz, Angliya deymiz, Yevropa Birliğidagi boshqa davlatlarmi bundan keyin endi Uyg'ur masalasini bir taraf qilish uchun shunga o'xshash qonunlarni o'tirib chiqarish mumkin. Chunki endi bu hozirgi virus krizisi bir yerga kelgandan keyin ma'lum darajada kontrollik darajasiga kelgandan keyin dunyo vaziyatdan o'zgarishga boshlaydi. Bu o'zgarishda bu meseleler nerede o'rin oladi, davlatlar qanday pozitsiyada turdi, hozirgacha sovuq turayotgan, ko'masayotgan, sukut turayotgan hukumatlar qanday
pozitsiya turdi. Buni faqatlam vaqtlam bizga tushundirdi. Şu an buni ilqi mazmunni anglagandan keyin bu qo'shib ketgidek bir narsa yo'qkan-ku degan ko'z qarashda bo'lmasligingiz kerak. Buningki tafsilotini texmi vaqt chiqarib o'qiyman desanglar, bu 24 varaqlik bir tafsili yozilgan bir qonun bu. Jiq emas. Uyg'ur qonun desa bir qomusdek 100 necha varaq yozilgan narsa o'xshaydi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Hozir Amerika Kongressida mavjud bo'layotgan 3 qonunning birinchisi shu. Uyghur Human Rights Policy Act, UHRP Act. Bunun nomeri S3744. Buna şu Kongressning web-saytiga kirib, hozir taq chiqmadi. Bugun buni bizga Kongressdan ba'di e'lon qilindi. E'lon qilingan nusxasini resmiy şu Kongressning web-saytidan ko'ra olishingiz mumkin. Endi qolgan masalalarni keyingi yana ikki qonun to'g'risidagi munoyizalar, taraqqiyotlar o'rtaga chiqqan chog'da yana tekrar tushuncha berishimiz mumkin. Lekin bu UHRP Act to'g'risidagi darhol tushuncha berish tegishli masalalar shunchalik ham yig'ib aytgan chog'da hozir Amerika Kongressida mavjud bo'lgan 3 qonunning birinchisi 12 ayning 3-kuni tasdiqlangan nusxaninki o'zi eritilgan nusxasi. Endi buni hozir bugun san'atdan o'tkazib House'ga yo'llab berdi. House'dan o'tgandan keyin prezident imzo qo'ydi. Imzo qo'ygandan keyin rasmiy qonunga aylanib ijroiyat bosqichiga keladi. Buni o'tish mumkinchiligi mencha aytib cho'ng. O'tgandan keyin qanday yangiliklar o'tirib chiqadi, abay sizlarga tasvirlab bergan modellar bo'yicha buni ijroiyatini ko'ramiz. Ham shunga bu tarixiy bir o'zgarishga nisbatan ijobiy ko'z qarashda bo'lishingizni tavsiya qilaman. Bugünkidek mühimdaq bir nazuk siyasi vaziyatda 70 senetirden ki himayesi bilen bir kanunun ki Amerika'nın senette siyasi cihette birlik kilemeyen iki partinin ki mühimdaq bir meselede birlik kilerleşimi bir mucize ve bipartisan deyimiz. House'da olsun, senette olsun bugün kadar Uygur meselesi kelgende bipartisan partiye çigirisi aramaydıgan, ideologiya aramaydıgan müjdaq pozitsiya devam kılatıdır. Sizlarga ko'p rahmat.